Sanmı? Hadi. Uğraşız gerek. Aziz. Bekor qildingda shu ishni. Ketdik. Vaqtarib kelamiz. O'limni yetib qolgan bo'lmasin. Yur. Aziz, to'siqroq yo'talmaymiz. Baqirib chaqiraymi? Eshitgan bilan gapira olmaydi-yu. Bizni oqtar ekanimizni sezatda barmi? Gapira olmasa ham. Odammi? Qo'ylar ham bo'ldi. Ketdik. Aka! Aka, hormay. Kattalik. Jimsiz. Mashitdan so'quv odam o'tmadimi? Ko'rmadingizmi, ko'z tushmadimi? Ona bitta it o'tdi. Jon aka, hazildi vaqti emas hozir. Rost bilan odam yo'qolib qolgan, oqtarib yuribmiz 2 kundan beri. Ona ko'rpada bo'ladi hozir. Yo'qmi ko'rganim yo'q. Boringni, odam bas ekansiz. Qora choy bor. Bo'ldi. Tabib telefon qilyapti. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qattasizlar yigitlar? Tez Shohmardonga, Dugobaga yetib kelinglar. Tinchlikmi? Notinchlik sheriklaring Dugobada yotibdi. Hozir yetib boramiz. Keldingizmi? Mashina ko'rsam, asabim buziladi. Hozir o'zi shundaqa yetarli bo'lib turibdi. Ozgina muddat kerak. O'tiring, maslahatlashib olaylik. Bu ishlar boshlanishidan oldin sochimda bir dona ham oq yo'q edi. Hammasiga sen sababchisan. Zavodimni qaytarib bersang, tabib seni davolaydi. To'g'ri deyapti. Shifo bo'lsin. Yot, sekin. Biron haqiqiy ko'z olaytirib nima qilardingiz? Hozir bir 2 soatlarda o'ziga kelasiz. Qani? O'zi tarqab bo'lay debdi. Bemorni biroz toza havoda aylantiringlar, o'ziga keladi. O'ziga kelyapti bu. Kechiringlar.